Yes! Ha, men xursand bo'lgin deb ataylab yiqilib berdim-da. Qo'lmi ombirmi bu? Ha, bekorchilar, nima qilyapsizlar? Ha, voy uydagilar turdi, yurib salom berishim kerak. Fatani oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dada, oyi noto'g'ri tushunmanglar. Keliniz o'g'il bolaning ichida katta bo'lgani uchun xarakteri sal shunaqaroq. Va alaykum assalom, kelin. Yaxshi quchoqlashib so'rashmadingiz. Kelin, choy shirin bo'lsa kerak-a? Zo'r. Ha, zo'r bo'lsa biz ham ichaylik. Brat, sharmanda qilma. Voy, zo'r. Mana. Oyi, pul bering, hozir futbol bo'ladi. Yo'qmanmi futbol ko'rib? Hozir men serialim Voy, bo'ladi. serialingizni ertaga qaytarib beradi, olib keling. Ya, yo'q, bor, ana ichkariga kirib o'yna futbolingni. Как раз qo'yinglar. Hozir boshlanadi. Ana, biz 2 kishi bo'ldik. Serial ko'ramiz, kelin. Yo'q, oyijon, boks ko'ramiz. Qo'shni, mashinam nimagadir yurmayapti, itarishib yuboringlar. Qimirlamayapti-yu bu. Ha, qimirlamasligi aniq-ku, dada. Ha? Katta og'ir mashina-ku. Bo'la qolinglar, kech qolganmi? Bo'larkan-u. Jonimga tegdi. Xuddi o'rtog'im bilan yashayotganga o'xshayman. Sen ham boshqalarning xotiniga o'xshab bundan nozlanib, adasi, menga parfyumeriya olib bering, atir olib bering deb shunaqa gaplarni aytarmikinsan, ha? Sardar aka, menga bitta ikkita narsalar kerak edi. Rostdanmi? Bo'lar ekan-u, nima olib bering? Pomada, tush, pudra, ha? Yo'q, Gantel bilan mishok. Lopa, 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 lopa.